الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barchalaringiz Buxoriy markaziga xush kelibsizlar, xushvaqt bo'linglar. Barchalaringizga Eid muborak bo'lsin. Taqabbalallohu minna va minkum solihal a'mal. Alloh taolo qilayotgan solih amallarimizni qabul qilsin, gunohlarimizni mag'firat qilsin. Bosib kelgan har bir qadamlarimizga Alloh taolo hasanotlar yozib, Allohning nazdida har bir darajamiz, bosgan qadamimizni har bir darajasida Alloh taolo yaqinlashtirsin. Amin. Inshaalloh bugun mana hozir Eid namozini, Eidul Adha namozini birgalikda o'qiymiz. Bir eslatma qilmoqchiman. Avvalan o'zimga, qolaversa sizlarga o'qimoqchi bo'lgan namozimizni Alloh uchun ixlos bilan, Alloh rizoligi uchun o'qishga Alloh muvaffaq qilsin. Ikkinchidan, takbirotlar oddiy namozlardan o'zgacha bo'lgani uchun inshaalloh Alloh taolo siz bizlarga Sheyx Alini nasib qilgan misrlik azhariy Sheyx doktor tafsir ilmidan PhD olgan sheyximiz inshaalloh qiroat qiladilar, namoz o'qib beradilar bizga. Mana shu takbirotlarni sizlarga bir eslatma qilmoqchi edim. Birinchi takbirda takbiratul ihromdan so'ng yana qo'shimcha takbirotlari bor, 7 ta takbir. Ikkinchi rakatda 5 ta qo'shimcha takbiri bor. Salomdan so'ng inshaalloh xutba qilamiz 2 ta tilda. Umid qilamiz, sabr qilib, biroz Alloh taologa eslatma bo'lgan oyatlaridan bir Allohni Qur'onidan, hadis payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislaridan biroz eslatma qilamiz. Avvalan o'zimga va qolaversa sizlarga bir manfaat bo'lib, shu yerdan bir oziqa olib, ruhiy, ma'naviy oziqa olib chiqishga ketishga Alloh muvaffaq qilsin. Namozdan so'ng xutba bo'layotgan paytda iltimos diqqat qilinglar. 5 daqiqa, 7 daqiqa xutba bo'ladi, ozgina sabr qilib, so'ng chiqib ketasizlar. Bolajonlarimiz uchun alohida tuhfalarimiz bor, qizchalarimiz uchun u tarafdan tuhfalarimiz bor. Chiqib ketayotganda tuhfalarni oladilar. I would like to remind myself and you, inshallah, first of all, Eidukum Mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum salih al-a'mal. May Allah accept our good deeds and all the steps you came towards masjid. May Allah subhanahu wa ta'ala elevate your daraja and expiate your sins. First of all, Salatul Eid, it's usually more extra takbirat than as usual. I would like to remind myself and you, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala blessed us with the Shaykh Ali. Shaykh Ali is going to pray Salatul Eid. First rakah will be extra 7 takbirat. Second rakah will be 5 extra takbirat. After salah, we'll do khutbah. Please be kind and be patient because of the demand. We would like to do 2 language khutbah. Inshallah, the reminder will be in the both languages. Please be patient. Birodaron kirom, alhamdulillah, Alloh taolo mohonu shumona ham khair ro'zoy nag'zba Buxoriy markaziga jam kad, alhamdulillah, Alloh taolo ba hamd hoshavat. Ashmon iltimos mekardem vaqti namozba inshaalloh takbiratoy ziyoti takbirato ast. Hamon ba diqqat kada, go'sh kada, amal kada, ixlos kada xondam Alloh tavfiq diyat hamon ba. Ba'd az namoz خطبه مشود ان شاء الله خطبه 2 زبان با میکنیم، زبانی ازبکی و انگلیسی با دیگر زبان ها با کدام با ممکن لیکن وقت ما نرسیدگیش براش هم با 2 زبان با میکنیم، کمتر صبر میکنیتون و بعد از نماز برام در افسودن با تحفه هست فرزندا با دخترها با
juda ham xushro'y to'yfa mohas hamna kita biromda haqqomo duo mukuneton va hamin masjid ba xizmatkardagi shabu nisbishab to shabakiya to chan ro'zoya toza kadagi hamina bunyod shudagi sabab shudagi hamma birodaroba Alloh taolo jannat ashba ana xil qasroy kalon xushro'y qasroy ato kagishi duo qadam bursam amin. Demak, iltimos qilardik, inshaalloh bir tur olsakda, saflarni tuzatib olsak, please stand up and let's prepare our saf, inshaalloh. Barakallahu fikum. After takbirat al-ihram, inshallah, we have extra 7 takbirah. And in the second rak'ah, after takbirat al-intiqal, we have 5 more takbirah. Between takbirat, you can be silent. You can say Subhanallah, Alhamdulillah. All is right, inshallah. استووا. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد barcha maqtovlar, hamdlar Alloh subhanahu va taologa xos. Bizlar Alloh taologa hamdlar aytamiz. O'zimizni, nafsimizni yomonligidan, shumligidan Alloh taolodan panoh so'raymiz. Kimniki Alloh taolo to'g'ri yo'lga hidoyat qilib qo'ygan bo'lsa, o'sha to'g'ri yo'ldan zalolatga yo'llaguvchi zot yo'q. Kimniki Alloh taolo zalolatga yo'llab qo'ygan bo'lsa, o'sha zalolatdan to'g'ri yo'lga yo'llaguvchi zot yo'q illo Alloh. Shahodat beramizki, Allohdan o'zga sig'inilishga biron bir ma'bud zot yo'q va shahodat beramizki, Muhammad sallallohu alayhi va sallam Alloh taoloning bandasi va rasulidir. Inson zoti borki, hamma narsani eng yaxshisini xohlaydi. Eng zo'rini xohlaydi. Tug'ilishla yosh bola kiyinishning eng afzalini xohlaydi. Poy afzalni eng afzalini xohlaydi. Yeyishni, ichishni, yashashni, markablarni, hatto mashinasinimi, o'sha uyi ichidagi pardalarinimi, hammasini eng afzalini xohlaydi. Unga bo'lgan munosabatni eng zo'rini xohlaydi. Ma'rakalarda, to'ylarda uni hurmat qilishini xohlaydi. To'y bersa eng zo'rini qilishini xohlaydi. Hamma narsada inson tabiati eng afzalini, bizni tilda aytganda VIP darajadagi narsalarni xohlaydi. Endi savol: siz u bizni yo'qdan bor qilgan, jasad bergan, ruh bergan Robbul alamin Alloh nazdida har birimiz eng afzal bandasimizmi, VIPlardanmizmi degan savolni o'zimizga berishimiz kerak. Men Robbim nazdida qanaqa insonman? Meni yaratdi, menga shuncha noz ne'matlar berdi, taratdi. Men nima qilyapman Robbimga nisbatan? Mana shu savolni agar berganda inson o'zi kimligini, qaysi darajadaligini o'zi javob beradi, o'ziga nafsi javob beradi. Birinchidan alhamdulillah, Alloh taologa hamdlar bo'lsin, o'zlaringizni qo'llaringiz bilan, o'zlaringizni oyoqlaringiz, jasadlaringiz bilan, xohishlaringiz bilan mana shu masjidga kelib Allohu akbar deb o'tiribsizmi? Biling, siz tanlangan insonlardansiz. İnsanlar borki ko'chada yumalab, dumalab, chekib, ichib, qamalib, har xil fahsh munkarlarda sarson bo'lib yurgan insonlar bor. Siz masjid, Alloh taoloning uylaridan bir uyga kelib, Allohu akbar, ey Alloh, sen eng ulug'san deb turibsizmi? Biling, siz tanlanganlardansiz. Ana endi tanlanganlar har xil bo'lar ekan. İnsanlar borki yilda bir marta yo 2 marta masjidga kelishadi. İnsanlar borki faqat jumaga kelishadi. İnsanlar borki faqat 5 mahal namoz o'qishadi. İnsanlar borki qiyamul layllarda, kechalarda, tahajjudlarda doim Alloh taologa tasbih bilan, hamdlar bilan, takbir bilan aytib yuradigan odamlar bor. Bizlar endi mana shu savolni Qur'oni Karim, siz u bizni yaratgan zot, Allohning kalomi, insoniyatga rahnamo, nur qilib yuborgan Qur'ondan izlashimiz kerakki, Allohni tanlagan bandalari bormi o'zi? Va ular kim? Ularning sifati qanaqa? Desangiz, Robbul alamin bizni yaratgan zot o'zini Qur'onida mana shu xos VIP, eng afzal Rahmon taoloning bandalari kim ular deb Ibadur Rahman sifatlarini bir tafsil qilib, batafsil gapirib o'tgan. Albatta vaqtimiz oz, men bilaman, ko'pchilik double parkda turibdi, ishi bor, oilasi bor, qurbonligi bor. Bu fursat emas. Lekin birgina oyatni men sizlarga inshaalloh mana shu eng afzal bandalar kim degan oyatni sizlarga qiroat qilib, keyin tafsirini aytishga harakat qilaman. Alloh taolo muvaffaq qilsa. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytayaptiki: "Va ibadur rahmanillazina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahilun وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Vaqtiki ibadur rahmanlar, Rahmon taoloning bandalari yer yuzida yurishsa, ular havn bilan, viqor bilan, kamtarlik bilan yurishadi. Manmanlik bilan kekkayib, g'o'ydayib, g'uddayib yurishmaydi. Ular viqor bilan, kamtarlik bilan yurishadi deyapti. Va ularga johil kishi kelib xitob qilsa, ular bilan bahs qilsa, ularni ibadur rahmanlarning javobi salomat bo'ling. Qalu salama, salomat bo'ling deydi-da, ishini davom ettiradi. Qarang, Alloh taolo o'zini bandalarini birinchi sifatini yurish bilan boshladi. Yerda yurganlarni qalbida marazi borligini yerda yurganlardan bilasiz. Agar kibri bo'lsa, uni yurishi, turishi, gapirishi, kalitlarini ushlashi, mashinani haydashi, odamlarga bo'lgan nisbatini yurishidan bila olasiz, chunki uni qalbida marazi bor. Qalbida kibri bor, shuning uchun kibr bilan yuradi. Lekin Rahmon taoloning bandalari kamtar, viqor bilan yuradi, deyapti. Davomda aytayaptiki, vallazina yaquluna, ular duo qilishadi, ba'zilari duo qilishadi. Yaquluna robbana asrif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama. Ey Robbimiz, bizni jahannam azobidan saqlagin. U alamli azobdir. Innaha sa'at mustaqarra va muqama. U qanday ham yomon qarorgohdir deb duo qilishadi. Savol so'rang. Men o'zim banda bo'lib, Allohdan sajda qilib biron marta duo qildimmi? Ey Allohim, meni jahannam azobidan saqlagin deb duo qildimmi? Yo faqat men jannatiymi? Kelib yilda 2 marta namoz o'qib, bitta qurbonlik qilib, shu bilan gunohlardan forig' bo'lib, men jannatiy, qanaqa jahannam? Kim aytdi senga jahannamni o'ylaydi deb? Deymizmi? Alloh taolo bir necha sifatlarini aytib, eng muhimlariga keldi. Vallazina la yad'una ma'allohi ilahan akhar va la yaqtuluna an-nafsa allati harramallohu illa bil haqqi va la yaznun. Ular Rahmon taoloning bandalari hech qachon hayotlarida biron narsani, biron shaxsni, ma'budni, biron narsani Allohga sherik keltirmaydilar. Hech qachon shirk keltirmaydilar. La yad'una ma'allohi ilahan akhar va la yaqtuluna an-nafs. Va hech qachon biron shaxsni nohaq qatl qilmaydilar, o'ldirmaydilar, zulm qilmaydilar. Va la yaznun, va ular zino qilmaydilar. Boshqa oyatlarda va la taqrabu zina, zinoga yaqinlashmanglar degan. U albatta fohisha, yomon narsa u. Mana shu 3 ta gunohni qilmaydilar. 3 ta gunohi kabiralar: shirk, qatlun nafs, zino. Mabodo hayotimiz davomida mana shu 3 ta gunohni uchovini ham qilgan bo'lsak, yo birovini, yo ikkitasini qilgan bo'lsak, nima bo'ladi degan savolni Alloh taolo bilib davomida aytayapti. Diqqat qiling. Mabodo agar shu hayotimiz davomida shu gunohlarni qilib qo'ygan bo'lsak, bilmasdan Alloh taologa biron narsani sherik qilgan bo'lsak, daraxtmi u, buloqmi u, qabrmi u, pirmi u, farqi yo'q. Hech narsani, chunki bizlar Fotiha surasida iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in, sengagina ibodat qilamiz va sendangina madad so'raymiz. Sen bizlarga bu ruhni, jasadni bergansan, sen bunga loyiqsan deymiz. Agar mabodo qilib qo'ygan bo'lsak, mabodo xato qilib qo'ygan bo'lsak, zino qilib qo'ygan bo'lsak, Alloh taolo davomida aytayapti. Illa man taba va amana va amila amalan salihan فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إلا من تاب، kimiki tavba qilsa, va amana, iymon keltirsa,
va amila amalan soliha va solih amallar qilsa, nimaiki gunoh qilgan bo'lsa, tog' gunohlari bo'lsa ham Alloh taolo shu gunohini savobga aylantiraman deyapti. Va kanallohu g'afurur rahima. Sizlarning Robbingiz kechiruvchi, g'afur, rahmdil zot deyapti. Biling, ishoning, iymon keltiring. Bu Allohning kalomidagi Furqon surasini oyatlari. Vallohi, billahi, tallohi Alloh kechiraman deyapti. Eng gunohi kabiralarni uchovini ham qilgan bo'lsangiz, sharti bor. Va man taba, tavba qiling. Haqiqiy tavbatun nasuha 3 ta sharti bor. Qilayotgan gunohingizdan to'xtang. Keyin afsus, nadomat qiling. Hamma qilyapti-yu, nima bo'pti? Shunchami demang, afsus, nadomat qiling. 3-inchisi, shu gunohga qaytmayman deb va'da qiling, turing. Mana shu tavbani qilsangiz va amana, iymon keltirsangiz, Alloh kechiradi meni. Men uni bandasiman, kelib sajda qilib turibman, namoz o'qiyapman, musulmonman. Alloh va'da qilgan deb iymon keltiring. Birdan va amila amalan soliha, solih amal qiling, namoz o'qing, roza tuting, sadaqa bering, yaxshilik qiling, ota-onangizga yaxshilik qiling. Mana shu diyorlarda eng haq huquqlari poymol bo'lgan ota-onalarga yaxshilik qiling. Allohdan qo'rqing. Kama tadinu tudan, dunyoyi korigardon, dunyo qaytib keladi o'zingizga. Ota-onangizga xor qilsangiz, yoshlar xossatan, ota-onani hurmatini qilmasangiz, ayni farzanddan shu baloni ko'rasiz. 100% bu narsa. Va amila amalan soliha, solih amal qilsa, gunohlarini hammasini kechiribgina qo'ymayman deyapti. Uni savobga aylantiraman. Bunaqa zot yo'q, bunaqa dastur, bunaqa demokratiya yo'q. Sizni agar avf qilsa xursand bo'ling. Nafaqat avf qilaman, gunohlarni savobga aylantiraman deyapti. Allohimdan duo qilib so'raylik, hammamiz xato kamchiliklarimizni Alloh taolo kechirsin. Gunohlarimizni mag'firat qilsin. Haq yo'ldan adashtirmasin. Mana shu diyorlarda farzand tarbiya qilyapmiz. Farzandlarimizni solih, soliha, taqvoli, iymonli, rabboniy olimlardan qilib tarbiyalashga Alloh muvaffaq qilsin. Bularni bu diyorlarda kofir bo'lib, g'ayridin bo'lib, dinini sotib, har xil harom ishlarga giriftor bo'lishdan Alloh taolo saqlasin. Mazlum xalqlarga Alloh taolo o'zi yordam bersin. Yer yuzidagi musulmonlar mazlum. Allohim zolimlarni yer bilan yakson qilsin. Zolimlarga o'zi kifoya bo'lsin. G'azo ahlini, Yaman ahlini, Sudan ahlini, Afg'oniston, Suriya deyarli barcha musulmon ummatini haq yo'lda sobit qadamlardan qilsin. Mana shu jamoatimizni ham Alloh taolo parokanda bo'lib ketishdan Alloh o'zi saqlasin. Daryo ichidagi tomchimiz, 330 million ichidagi xalqlar ichidagi tomchimiz, o'zbek zabon, tojik zabonlarini Alloh taolo tafriqa qilib qo'yishdan Alloh taolo saqlasin. Shunga hissa qo'shishga Alloh tavfiq bersin. Mana shunaqa katta masjidlarni qurib, Imom Buxoriylar va Imom Termiziylar va Abu Layth Samarqandiylar va katta olimlar shu diyorlardan chiqishga siz va bizni farzandlarimiz, zurriyotlarimizni Alloh nasib qilsin. O'tganlarni Alloh taolo rahmat qilsin. Ustozlarimizni, katta bobolarimizni, bobokalonlarimizni Alloh taolo jannat bilan mukofotlasin. Yaqinda o'tib ketgan mana bu yerda yosh ukalarimiz, farzandlar, otalar, onalar juda ham ko'p murojaat qilishadi. Alloh hamma o'tganlarni Alloh g'ariqi rahmat shoistai jannatlardan qilsin. Nimaiki yaxshi niyatlar bilan qo'l ko'tarib shu masjidlarga keldik, mana shu yaxshi niyatlarimizga Alloh taolo nasib qilsin. Ayollarimiz, singillarimiz, qizlarimizni Alloh taolo rushd hidoyatda saqlasin. Ularni har xil fahsh munkarlardan, zino, yomon ishlardan Alloh o'zi saqlasin. Erkaklarning rujulatini yo'qotmasin. Erkaklar haqiqiy erkak bo'lib, Alloh taoloning diniga ibodat qilib, ayollariga g'ayurlik qilib, rashk degan narsani yo'qotib, har xil fahsh munkarlardan saqlaydigan rijollar, buxoriylar bizlardan chiqsin.
gunoh qilib qo'yamiz, xato qilib qo'yamiz. Allohim bilib bilmay qilgan gunohlarimizni mag'firat qilsin. Mana shunaqa jamoat bo'lib, davra qilib, qo'l ko'tarib Allohim deb duo qilib o'tiribmiz. Allohning jannatlarida ham ana shunday o'tirishga Alloh muvaffaq qilsin. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. Brothers, 2 minutes, I'm gonna summarize in English. Be patient. Just 2 minutes. I'm gonna summarize in English. Be patient. First of all, may Allah subhanahu wa ta'ala accept our good deeds. Today, blessed day, day of Eid al-Adha. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive our all sins. May Allah subhanahu wa ta'ala protect our kids, family, entire community. May Allah subhanahu wa ta'ala gather all of us as we sit here to His Jannatul Firdaus al-A'la. Inshallah, second salah will be at 8:30. Those brothers who are waiting outside, I just received. Let them, we have to go out, and those brothers gonna come. As soon as they come, we'll do in English in more the length khatara. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of you. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. عيدكم مبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.